ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hürmetlik qarindoshlarım. Bir kunsi mu'minlarning amiri Umar ibn al-Xattab radiyallahu anhuning qishiga bir dada o'zining o'g'lining ustidan shikoyat qilib keldi. Ey mu'minlarning amiri, o'g'lim gapimni anglamaydi, menga itoat qilmaydi, sarkashlik qiladi deb shikoyat qildi. Umar radiyallahu anhu bu dadaning shikoyatidan bearam bo'ldi. Chunki bizning dinimiz farzandlarni ota-onasiga mutlaq itoat qilishga va ularga sharsiz yaxshilik qilishga buyurdi. Shuningga Umar ibn Xattab radiyallahu anhu darhol bu balni chaqirtib akeltirdi. Bu balı kelgandan keyin dedi: "Ey o'g'lim, sen kichikchig'ingdan jafo tortib baqqan bu ota-onangga nima deb tuzkorlik qilasan?" debdi. Bu bala, ey mu'minlarning amiri, bizning dinimizda ota-onalarning farzandlarining ustida haqqi bo'lgandek, farzandlarning ota-onasining ustida haqqi bo'lamdi deb so'rabdi. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu shundoq haqqi bo'ladi debdi. U bala undaq bo'lsa Umar radhiyallohu anhu shuni deb bersa, ya'ni bir farzandning ota-onasining ustida nima haqqi bo'ladi debdi. Buning bir nech haqqi bo'ladi deb bir nech haqqini so'zlab, jumladan u balaning onasini yaxshi tanlash, ya'ni ota-onasini yaxshi tanlash. Bir o'zining kelgisi o'g'lotlarining onasini yaxshi tanlash. Ona o'zining kelgisidagi avlodlarining dadasini yaxshi tanlash. Bu birinchi haq. Bu farzandning ota-onasidagi haqqi. Ikkinchisi bu balaga yaxshi ism qo'yish. Uchinchisi bu balaga ilm ma'rifat o'g'itish, Allohning kitobini o'g'itish debdi. Bu bala mana Amirul Mu'minin bu dadam menga ashning hech qasini qilmadi. Masalan, mening onamni yaxshi tanlamadı. Onam bo'lsa bir majusi kafir bilan ajrashib ketgan bir ona ekandiq. Mana shuni men aniqib berdi. Shu mening onam. Asli dadam bu onamning bir farzand tug'ilishini yaxshi ko'rmaydi ekandiq. Shunga men tug'ilibdiman. Shuning mening ismimni Qoraqo'ng'iz deb qo'ydi. Yani anam bir qarı xotun müştaq müşrikten ajrashgan bir majusdan ajrashgan xotun bo'lganlikdan onda men tug'ilibman, men ismimni Qoraqo'ng'iz qo'ydi. Menga ya Allohning kitobidan bir harf o'rgatmadi. Mana menga hech qanday bir dadlik majburini ato qilmagan dada bu debdi. Umar radhiyallohu anhu shundoq bir koyib dadig dedi. Sen balangning nankorligidan, tuzkorligidan shikoyat qilsan. Amma balang nankorlik, tuzkorlik qilishdan burun sen balangga nankorlik, tuzkorlik qilsan dedi. Qarindoshlarimiz mushu islom dunyosida Malik ibn Bani deydigan mutafakkur nayati vakil xarakterlik va katta bir olim o'tgan. Bu olimning qishiga bir yosh yigit o'zining tug'ilgan bolasini ko'tarib apirib, Ustaz, bana Allah subhanahu wa ta'ala bir farzand berdi. Men bu farzandimni bir yaxshi tarbiyalaydigan desa, sen farzand tarbiyalashda kechikib qolsan degan qarindoshlar. Ya'ni tug'ilgan balni, endi tug'ilgan balni ko'tarib akelsa, sen endi qanday tarbiyalayapsan, sen tarbiyalash kechikib qolsan degan. Bu olimning so'zidan bu farzand tarbiyalashninki şu to'y qilishdan tatib boshlanganligini, bu ishning nihoyatda muhimligini ko'rsatdi. 1946-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mushu balla huquqi degan bir qonunni tuzib chiqdi. Buningdan nihoyatda faxrlandi. Biz mana ballaning huquqiga qonun tuzdik. Bundaq bir ulug'vor shonliq ishni vujudga keltirdik deb mushundaq faxrlandi.
Amma inşallah siz bu ders arkalık bizning dinimizning ne kadar ulug' ve ne kadar güzel bir din ekanligi, siz bizni yaratgan Allah subhanahu ve Taala'nın bu farzatlarning huquqini qandaq ota-onalarning ustiga farz qilganligini, bu huquqning bolalarning huquqini qanday saqlaydiganligini, bolalar yaxshi tarbiyalangan vaqtida ondan keyin ota-onalarning bu bolalarining baqqanlik ajrini va rohatini ko'rdiganligini mana bu dars orqali ko'ra olasizlar. Bizning dinimiz ajoyib ulug' qarindoshlar. Men sizlarga deyki qarindoshlar, ma xalqaro qonunda balla huquqi desa, balla tug'ilgandan keyin huquqini so'zlaydi. Ammo bizning dinimiz ya Allah, balla tug'ilishdan burun ballaning haqqi bor. Ballaning onig'ining qo'sug'ida haqqi bor qarindoshlar. Biz ota-onalarning gadidan tushgan haqqi bor. Allah bizga bu haqni, bu majburiyatni gadimizga atgan. Biz ota-ona bo'lish sifatimiz bilan buni ijro qilishimiz kerak. Hamda islom dinimizda her qandaq bir kainatda her qandaq bir maxluqning haqqi bor. Tabiatning haqqi bor, hayvonlarning haqqi bor, insonlarning haqqi bor, insonlar huquqi bor dinimizda, ayollar huquqi bor, erlar huquqi bor. Bu hamma huquq bor. Shu qatorda qarindoshlarimiz islomda bolalar huquqi bor. Bugun bizning darsimiz mush islomdagi bolalar huquqi haqida bo'ladi. Endi xalqarada masalan ayollar huquqi, ayollik yo'llar kuni, bolalar huquqi, ishchilar huquqi, nurg'un axloq bor. Xalqarada bor. Ammo dinimiz 1400 yil burun mushu har bir koinotda yashayotgan har bir jonliqlar haq bergan qarindoshlar. Masalan, o'ylab baqili. Mush Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning davrida do'xmushga adam qo'yib to'giga ortiq yuk atib olgan kishilardan jarmana oladi. Ya'ni bir to'giga 350 kilodan ortiq yuk atganlardan jarmana oladi. Hayvonlar huquq qo'dalgan 1400 yil burun. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uşaq vallah qushqashning ballalarini o'ynagan bolalarga kim buning onasini mushunda bearam qildi deb, ya'ni hayvonlar huquqining borlig'ini, ma to'gin nima deb yaxshi boqmading, ma to'gi men shikoyat qildi, qiyomat kuni ma to'gini sen yaxshi boqmay ko'p yuk atganlik to'g'risida so'ralsa deb, mana bu hatto hayvonning islom dinida huquqi borlig'i 1400 yil burun degan islom ma bolalarning huquqini Allah burun deb bo'lgan. Chunki koinotda insondan ulug' bir maxluq yo'q qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz bir mu'min musulmon bo'lish sifatimiz bilan mana bu bolalarimizninki ustimizdagi haqqini yaxshi ado qilsak, ondan keyin biz haqiqiy bir yaxshi musulmon dadi bo'la olamiz. Haqiqiy bir musulmon ona bo'la olamiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, islomdagi farzandlarning ota-onasining ustidagi haqlari nima? Buning birinchisi bo'lsa, farzandlarning tug'ilishdan burungi ota-onasining ustidagi haqqi bo'lsa, shu ota-onalar shu bolaninki ota-onasini yaxshi tanlash kerak. Bunda deganlik bir mu'min ayol bo'lsa, o'zi tegmoqchi bo'lgan yigitni yaxshi tanlash kerak. Bir mu'min yigit bo'lsa, o'zining kelgusidagi bolalarining onasini yaxshi tanlash kerak. Chunki qarindoshlarimiz, biz nurg'unlarimiz shu to'y qildigan vaqtida biz Uyg'urlarda bo'libmi chiroyiga ahamiyat beradigan, mushu taqdir qilib ahamiyat beradigan ishlar bor. To'g'ri, bir odam azpaz o'zi chiroyli ko'rgan bilan to'y qilish kerak. Bu cheklanmaydi. Ammo eng asosli muhim ish bo'lsa, biz to'y qilmoqchi bo'lgan mayli yigit, qiz o'zida bir dadillik salohiyatini, o'zida bir onalik salohiyatini yetildirgan. Agar farzandlik bo'lsa, shu ota-onada, shu yigitda yoki shu qizda bir Allah bergan, bu Allohning ne'mati bo'lgan bu farzandni tarbiyalash salohiyati bormi yo'qmi?
Bu haqda azbaz ta'lim tarbiya ag'ami yo'qmi? Bu haqda nayta bir atrofli o'ylashimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bizga alayka bizatid din taribat yadak. Sen dindar, bilimdar, ma'rifatvarvar, mushundaq bir qiz bilan o'ylansang, ko'ngling xotirjam bo'ladi degan. Shuning uchun dinimizda qarindoshlar, mushu onini yaxshi tanlash va onalar balasining dadisini yaxshi tanlash ajoyib ta'kidlangan. Hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam nima deydi o'tsana? Tahayyaru linutafikum. Bunda degani, ya'ni sizlar mush ballarining dadisini, onasini yaxshi tanlanglar. Qiz bo'lsanglar, dadisini yaxshi tanlanglar. Yigit bo'lsanglar, onasini yaxshi tanlanglar degan qarindoshlar. Bo'libmi? Men mushu mu'min qarindoshlarimga shuni tavsiya qilaman. Bal tarbiyalash bir bilim. Bir dadi bo'lmoqchi bo'lgan odam chuqum bu haqda oz to'la bilim elishi bu farz ibodatlarning biri qarindoshlar. Bu farz ibodatlarning biri. Chunki sen bir dadi bo'lmoqchi bo'lib, o'zingda musulmonlar islomdagi dadining qanday bo'lganligini bilmaylam, bir balga dadi bo'lib qolsang, sening boshqa bir mahluqotlardan farqing nima? Chunki dunyoda nurg'un dadilar bor. Kala dadi bo'la oladi, qo'y dadi bo'la oladi. Hamma hayvonlar dadi bo'la oladi. Lekin bir musulmon sen dada ulardan farqlanishing kerak. Baqsang ular baqidi. Süt bersang nurg'un hayvonlar o'zining balasiga süt beradi. Hech bir hayvon o'zining balasini och qo'ygani yo'q qarindoshlarimiz. Lekin islom dinimizda balni beqish emas, tarbiyalash ko'zi tutildi. Tarbiya boshqa gap, beqish boshqa gap qarindoshlarimiz. Shuning uchun onalar bo'lsa bu millatni ishlab chiqaradigan zavod, avlodlarni tarbiyalaydigan maktab, millatning taqdirini belgilaydigan bir mayak qarindoshlar. Ona chuqum bir ona bo'lish salohiyatini o'zi yetildirib, ondan keyin to'y qilish kerak. Ota-ona o'zining qizini mushunda tarbiyalab bo'lgandan keyin oningdan keyin agbirish kerak. Yigitlarimiz bu onani chiroyiqlam qarab emas, uning taqturqiqlam qarab emas, uning faqat ijtimoiy o'rni yoki xizmati qarab emas, balki onalik bir muslimaga loyiq sifatida qarab to'y qilish kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda tahayyaru linutafikum, sizlar ballaringlarninki ota-onasini tanlanglar demasmi? Naaytib bak mushu xuddi bir narsani shu inchiklab yurib mushundoq tanlaymiz, shunda tanlanglar deb bizga mushuni buyurgan. Demak, mana bu balalarimizning tug'ilishdan burungi bizning ustimizdagi haqqimiz. Haqqi. Hamda qarindoshlarimiz mushu yaxshi onani hech narsaga tanqid olmaydi. Yaxshi ayolni bu dunyoning hech narsaga tanqid olmaydi. Masalan, bu dunyo desak, bu dunyoni biz noiti yuqori amal mansab desak, bu dunyoni oltin, kumush desak, bu dunyoni egiz qasr desak, bu dunyoni no'ch markaliq mashinlar desak, mushuning hammasini ustida turadigan bir dunyo va u bo'lsa-mu yaxshi ayol, yaxshi er qarindoshlarimiz. Senda mush dunyoning hammasi bo'lib, yaxshi bir erga erishamabsan, yaxshi bir ayolga erishamabsan, sen bu dunyoda eng baxtsiz inson. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda ad-dunya mata' va khayrul mata' an-nisa degan. Dunyoni bir boylik, ya'ni Rasululloh deydi, bu dunyoni bir boylik desak, shu boylikning eng katta boyligi bo'lsa, go'zal, solih bir ayol degan. Yaxshi bir ayol. Ya'ni sana bu dunyoni jannatga aylantirdigini yaxshi ayol deb biz dadalarga mush balimizning onasini nati yaxshi tanlashga buyurgan. Bu ballarning bizning ustimizdagi islomiy iymoniy haqqi qarindoshlar. Agar biz buni yaxshi ado qilmaydi ekanmiz, chuqum
Allah subhanahu ve taala buningdan bizden hesap aldı. Şunun için biz anı bir mektep tutuq. Anı bir mektep qarindoshlar. Anı bir avlod tarbiyaleydigan zavod tutuq. Anı bir milletning taqdirini belgilaydigan mayak tutuq. Demek muşundaq anılar boğa vaqtida anandan keyin yaxshi farzandlar bu dunyoga keladi. Mana bu birinchi haqqi. Balaning tug'ilishdan burunqi ikkinchi haqqi bo'lsa, bala qo'saqdiki chaqda ana yaxshi uzuqlanish. Dada ananing yaxshi uzuqlanishiga kapolatlik qilish. Shuning uchun mushu balaning ananing qo'sig'ida yaxshi uzuqlanish uchun shariatda ananing Ramazonda balasi uchun ro'za tutmasa shariat buni ruxsat qildi qarindoshlar. Ya'ni nima uchun islom dinida eng cho'ng ikkinchi farz bo'lgan Ramazon hamil ayoldan saqit qilindi. Yani şu ana eğer ro'za tutish orqali balaning uzuqlanishiga ta'sir etadigan bo'lsa, bu ana ro'za tutmas bo'ladi. Hattoki shariat jihatdan, shariat nuqtasidan bir ana qo'sig'idagi balaga ziyon yetadiganligi aniq turib ro'za tutsa gunohkor bo'ladi qarindoshlarimiz. Biz buningdan balalarningki aş törelme holatda dinimizde haqqi borligini ko'rib olaymiz. Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishiga g'amidiyalik bir ayol zinadan hamil bo'lib Rasulullah'ın qishiga keldi. Ya Rasulullah, meni qo'sig'imda zinadan bo'lgan bola bor, meni paklab qo'ysizlar debdi. Qo'sig'ingizdagi bola tug'ilgandan keyin keling dedi. Chunki balaning haqqi bor. Balaning nima gunohi? Bunu qilsangiz siz qildingiz. Siz jazolanasiz. Ammo balda gunoh yo'q deb Rasululloh shu ayolga qonunni ijro qilishni kichiktirdi. Shu balaninki haq huquqini dafsanda qilmaslik uchun. Shuning uchun ikkinchi haqqi bo'lsa, shu bala onasining qo'sa turalmich holatdagi chaqda ota-ona bu balaning sog'lom, yaxshi uzuqlanib o'sishiga kapolatlik qilish. Şu haqlarning ichida qarindoshlar, ota-ona şu balaning sog'lom yetilish uchun dada bo'lgan kishi, ona bo'lgan kishi şu bala qo'saqdiki chaqda sat gaplarni qilmaslik va onaning dili azor yeydigan ishni qilmaslik. Chunki bu bala şu onaning qo'sig'ida turib, ota-onaningki ruhiy kayfiyati şu balaga ta'sir qildi. Shuning uchun şu balaning haqqi, ota-onaning ust bo'lgan haqqi, şu onaning kayfiyati yaxshi bo'lish, onaning ruhiy holati yaxshi bo'lish, şu balaning psixikasiga ta'sir yetkazadi. Bunimi ota-onalar esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Dinimiz bizni buningga buyuradi. Şu balını anasının qo'sig'idagi chaqda tushirib etmaslik. Dada balliq bo'lishni xohlamay ayolga deb balasini tushirib etibdi. Bu islomda gunoh bo'ladigan ish. Bir ana allaqandaqdir yo'q bani sabab bilan o'zining balasini dariyab qo'sig'idagi balani tushirib etibdi. Bu islomda jazolanadigan bir ish. Bir dada ayolga buyruq qilib qo'sig'ida ruh pölinib bo'lgan bir balni tushirib etgan bo'lsa, dadaning buyrug'i bilan bu dada 100 to'ga jazo to'lashga islom buyuradi qarindoshlar. Wa man ahya an-nasa faka'annama ahya an-nasa jami'a deydi. Sen bir adamning, bir insonning hayotligini saqlab qolsang, butun yer shardagi insonning hayotligini saqlab qolganning mukofotiga erishsan deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya da mushundaq bo'ladi deydi. Sen bir adamni o'tasan, butun dunyodagi insonlarni o'ltirganning jinoyatiga erishsan deydi.
Shuning uchun ma ruhni saqlab qolish bu dinimizda bak muhim. Balaning ustimizdagi, gardimizdagi haqqi uni qo'saqlik chaqda o'ltirmasligimiz kerak, tushirib etmasligimiz kerak. Agar bir ayol kishi men tug'sam bo'lmaydi, hozir tug'sam avulti deb qasddan balasini dariyab tushirib etgan bo'lsa, ruh bilangandan keyin bu ana bir adam o'ltirganlik jazosini to'laydi, u bo'lsa 100 to'ga. Hatta o'ylab bakın qarindoshlar, bu dinimizning ta'limoti. Ammo Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonun nimdab bilamsizlar? Agar bir qiz o'zi xohlamay qo'saq ko'tarib qolsa, qonuniy jihatdan eng yaqin doktorxonaga berib, balni tushiruvasi bo'ladi deydi. Ammo dinimiz nima deydi? Dinimiz va la taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala öldürüş haram qilgan canını öldürmanglar. Öldürüş lazım bo'lsa, haqiqiy qonun bilan öldüringlar deydi. Bunda degani, agar odam o'ldirgan odam bo'lsa o'ldirsanglar bo'ladi. Ya'ni islomda o'limga loyiq odamni o'ldirsanglar bo'ldi. Boshqasini o'ldirish qat'iy bo'lmaydi. O'ldirish haram qilingan deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun men bir statistikani o'qib qoldim. Mush Amerikada 1973 yildan 2002 yilgachilik o'ldirilgan, ya'ni qo'saqdan tushiritilgan balning soni 42 million qarindoshlar. Uyg'urlar 20 million, 30 million deymiz. Tushiritilgan, mushu yilda tushiritilgan ballarning soni 42 million bala tushiritilgan. Mushundaq balalar ziyonkashlik uchirgan. Dinimiz deydi, yo'q. Bu ballarning yashash haqqi var. Bu balga canını sen bermedin, Allah berdi. Anının qo'sig'ida bu Allohning izni bilan bu bala bo'lgan ekan, yashash haqqi va sening tushirish haqqing yo'q deydi. Xalqaro qonunda tushirib deydi. Dinimiz deydi, biz qo'sig'ida bala bo'lib qolgan qizdan balni tushirib etmaymiz. Balni nereden topding deb onisidan so'raydi shariatda. Bu balning dadisi qani deb so'raydi. Ammo xalqaro qonun deydi, darhol yaqin doktorga borib balni tushirib deydi. Dinimiz deydi, yo'q, balda gunoh yo'q. Dadı bunun, anı bunun mesuliyeti var deydi. Şunun için kardeşlerimiz, üçüncü hakkı olsa bu balını bekadan beka qo'saqdan tushirib etish balının farzatning haqqiga tajovuz qilganlik bo'ldi. Farzatninki 4-chi haqqi bo'lsa, bizning bu yerda 4-chi haqqi deganimiz bal tug'ilishdan burun haqqi qarindoshlar. Inshaalloh biz keyingi darslarimizda bal tug'ilganidan haqqini so'zlaymiz. O tug'ilishdan burungi dinimizning shu balga bergan shariatdagi haqqi. O haqqi nima qilsang mol-mulk haqqi qarindoshlar. Bunda deganlik, bir ana homil ekan. Dada tugab ketibdi. Qanday qildi? Ma'lum miqdordagi malni mirosga bo'lmay ep qo'ydi. Chunki bu bal o'g'il bo'lsa, bu balga boshqacha miros tegadi. Agar bir qiz bo'lsa, u qizning boshqa bir tuqqanlar bo'lmasa, mol-mulkning yerim tegadi. Shuning uchun shariat bo'yicha qanday qilish kerak? Bir ana homil bo'lsa, dada shu bala homil holatda tugab ketgan bo'lsa, bu malning ma'lum miqdori shariatning ko'rsatmish bo'yicha shu bal tug'ilg'ichilik saqlanib turish kerak. Farzandimizning tug'ilishdan burungi 5-chi haqqi bo'lsa, ota-ona ustidagi qarindoshlar, shu farzandlarimizga nihoyatda yaxshi duo qilishimiz kerak. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerinin farzandlari tug'ilishdan burun qandoq duo qilganligini bizga Qur'oni Karimda so'zlab berib, bizlardanmi shu payg'ambarlarni o'zimizga o'rnak qilib, tug'ilmagan bolalarimiz uchun duo qilishimizni o'rgatgan. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi:
Rabbena hab lana min azwajina ve zurriyatina qurrata a'yunin vec'alna lil muttaqina imama. Ey bizning Rabbimiz Allah, bizning ayollarımızdan bizga nahati isil, kuzimizning qarichug'idek yaxshi avlodlarni besle ya Allah. O ballarimizni mush taqvodorlarning qo'mondonlari qilib besle ya Allah. Yani taqvodorlari qo'mondon bo'ldigan. Yani taqvodorlari qo'mondon bo'ldigan mushunda farzand basa deb Qur'oni Karimda payg'ambarlar mushunda duo qilgan. Mana bu Furqon surasida, yeni bir Ali İmran surasida Allah subhanahu wa taala shunday deydi: Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Ey Rabbim, sen öz dergahingdan bana bir yaxshi, nihoyat baland, obdan bir farzand bersan ya Allah. Ey Allah, meşkan duayını sen anlap dursan ya Allah deb mushu mu'minlarning, payg'ambarlarning Allah dua qilganligi mana bu Qur'oni Karimda bayon qilingan. Bizga nima demoqchi? Ey mu'min ota-onalar, ey mu'min ayollar, onalar, sizlar ballaringlar kelishdan burun ballaringlarning haqqida yaxshi duo qilinglar. Ey Allah, mush balamni ümmetni qutquzdigan bir avlod qilib ber ya Allah. Ey Allah, mush balamni mu'minlarning qo'mondoni qilib ber ya Allah. Taqvodorlik babida eng iyisi fazilatli bir farzand qilib ber ya Allah deb mushunda duo qilish ota-onalarning ustiga dinimizda qilingan haqlardan, majburiyatlardan va farzlardan bir qarindoshlarimiz. İnşallah keyingi dersimizde biz mush farzandlarning ota-onalarning ustidagi haqqini davomli so'zlaymiz. Chunki biz bir yaxshi farzand tarbiyalaymiz deydiganmiz. Biz Allah ustimizga farzandlarimiz uchun qon majburiyatni bilgandikin yaxshi tarbiyalaymiz qarindoshlar. Mana har bir ota-onaning mush haqlarni chuqur bilishni, bu haqlarni mening ballarimga bo'lgan majburiyatim deb bilishni, zodi bu haqlarni birinchi sinovi, ikkinchi sinovi, uchinchi sinovi deb mushunda bilishni va mushunda yashashni men ota-onalardan kutaman. Hey jinim ota-onalar, men sizlarga deyman, bu millatning o'ngshilishi uchun oila o'ngshilishi kerak. Oila nimadan iborat? Oila dadadan, onadan va bolalardan iborat. Otalar o'zining majburiyatini bilib özünün mecburiyetini ada qilsa, onalar özünün mecburiyetini bilib özünün mecburiyetini ada qilsa, bolalarmi özünün mecburiyetini bilib mecburiyetini ada qilsa va onandan özünün haqqini talab qilsa, bu nima deganlik bir güzel oila bo'ladi. Güzel oila bo'lgan chaqda, güzel bir musulmon oilasi bo'lgan vaqtida biz arzu qilayotgan güzel bir islom davlatining bir hujayrasi dunyoga keladi. Hazır men sizlardan so'rab baqay. Mushu darsni anglashdan burun dunyodagi Uyg'ur musulmonlarining qancha persenti o'zining balasining haqqini, ustaqini bila bo'g'iti qarindoshlarim? Nima uchun bilmaymiz? Sen bilmasang, demak ado qilmaysan degan gap. Ado qilmasang, qiyomatga so'rilsa degan gap. Ado qilmasang, sen farzandingni yaxshi tarbiyalamaysan degan gap. Shuning uchun ota-onalar buni yaxshi bilishni tuvanchilik bilan so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني